Voydod bunaqangi uchastkalarni qanday topaman? 11 pachkaga 10 sotuq yer maydonini o'z ichiga oladi. Mana shunaqangi chiroyli ko'rinishdagi uchastkani sizga beraman. Agar efirimizni oxirigacha ko'rsangiz. Assalomu alaykum YouTube kanalimiz a'zolari. Biza geofizika hududiga ikkinchi liniya, ikkinchi ko'cha deyishar ekan. O'sha beton ariq masjid ko'chaga shundoqqina tushdingizki, ikkinchi ko'chaga 3-xonadonimiz adashmasam sotuvda. Endi sanab chiqasizlar, kelsangizlar o'zlaringiz guvohi bo'lasizlar. Sizlarga chiroyli suratda 110 ming AQSh dollariga chiqaradigan, mana shu efir qiladigan uchastkamizni obzoriga taklif qilaman. Marhamat Ozodjon, bizani uchastkamizni fasad qismi 25 metr atrofida tashqi hovlimiz, mana shu zilyon zona uchun ajratilgan joyi, mana shu chiroyli naveslari, ko'rinish chiroyli, juda ham avlisovichni chiroyli g'ishtadan fasadni chiroyli suratda chiqarib qo'yishgan. Uyimizni egalari juda ham fayzli odamlar ekan. Fayzli xonadon egalari albatta fayzli bo'ladi. Sizga taklif qiladigan uchastkamizni obzoriga marhamat. Ana shu bizani kattagina darvoza xonamiz, 9 ta xonasi bor, 3 ta alohida sanuzuli bor. Kiraverishdan chiroyli suratdagi chap qo'ldagi mehmonxonamizdan boshlab qo'yaveramiz. 100% cho'p taxta pol, rus poli deyishadi. Rus taxta poli, mana shu chiroyli ko'rinishdagi mehmonxonamiz. Hamma narsani siz uchun qoldirib beraman. Faqatgina bitta like bosib, yaqiningizga jo'natib qo'ying. Panorama vidga ega bo'lgan derazalari, zal qismi bitta chiroyli suratda ko'rsatasiz Ozodjon. Keyingi suratni boshlab qo'yaveramiz. Mana bu yoqda hovli qismidan ham kiraverish eshigini qilib qo'yishgan. Buni ham albatta ko'rsataman. Tashqi hovlidan ham sizga alohida chiroyli suratda chiqarib beraman. Shundoqqina kirasiz, o'ng qo'lda, chap qo'lda alohida xonalari. Chap qo'ldan boshlab qo'yaveramiz. 9 ta xonasi, 3 ta sanuzul, alohida oshxonasi, hovli, zilyon zona, tashqi hovli, zilyon zona, hammasi bu. Zamonaviy ko'rinishdagi chiroyli suratdagi aboylardan foydalanishgan. Sizga ko'ringan barcha jihozlari qoladi. Kattagina prixoji qismidan o'ng qo'l, chap qo'l xonalari. Buni alohida 3 ta keliningiz bo'lsa maza qilib yashaydigan holat. Buni albatta siz efir davomida kuzatsangiz agar sizga ko'rinish beradi albatta. Mana shu joyimizni alohida oshxona uchun proyektlashtirib qo'yishgan, lekin zapasga turibdi. Demoqchimanki, kanalizatsion sistema yo bo'lmasam komfortka yo bo'lmasam qanaqangidir oshxona sharoitini qilishingiz uchun yaxshigina joyi. Bu esa kattalar uchun ajratilgan yotoqxonasi, ko'rsatilgan mebel, texnika hammasini sizga qoldirib beraman. Sizga chiroyli suratga chiqarib berishi Ozodni bo'yniga. Ozodga bitta like bo'lsangiz, bu esa o'sha bizning spalnyamiz uchun ajratilgan alohida sanuzul xonasi. Keyingi xonalarni ko'rsatamiz, sababi uchastkamiz 10 sotuq yer maydonini o'z ichiga oladi. Bizni efirimizni cho'zib yuborishi mumkin. Sababi uyimiz juda ham katta. 3 ta kelin bilan maza qilib chiroyli suratda hayot kechirasiz. Bunaqangi xonadonlarni o'tkazib yubormaslik uchun albatta bizga obuna bo'lishni tavsiya bildiraman. Bu esa ikkinchi komplektimiz, ikkinchi komplektimizga marhamat. Mana bu joyga alohida e'tibor qilasizlar. Bu joyda ham kichkina bo'lsa ham endi u zal juda ham katta. Uni oldiga bu farzandidagi gap. Kichkina bo'lsa ham zali bor. Chiroyli super mo'ysha aboylar, batareyka tizimi, 2 ta komplektga 2 ta kotel ishlab beradi. Isitish tizimi bizga ko'rsatilgan bitoy texnika, stol, stul hammasini qoldirib beraman. Kelsangiz prixojidan yana chap qo'lda alohida xonasi bor. Buni ham albatta yotoqxona sifatida foydalanasiz. Gaz, suv, svet muammosi yo'q. Maza qilib yashayverasiz. Keyingi kadrga shoshilamiz Ozodjon, kelaverasan. Keyingi komplekt 3-komplektimiz. Darvoza xonamizdan olinadigan jihoz faqatgina bittagina. Shuni uyimizni egalari niyat qilib qo'yishgan ekan. Endi janimga qoldirib ketaman degan gaplarni qilishdi. Mana shu so'rimiz ketadi. Hamda o'zlarini shaxsiy jihozlari olib chiqib ketdilar. Bitoy texnika, ko'rsatilgan jihoz, 2 ta 3 talab xolodilnik televizorlari bor. O'zim ko'rib chiqdim. Kelsangiz siz ham ko'rishingiz mumkin. Bu bizani oshxonamiz uchun ajratilgan joy. Chiroyli suratda remontdan chiqarishgan. Kafellar, kuxni garnituri, Ariston,
hamma jihozni qoldirib beraman. Siz uchun 10 sotix yer maydoni geofizika deb kelaverasiz. Birinchi komplektimiz uchun ishlab beradigan katyolimiz bitta kursdasiz hamda hovliga sizni taklif qilaman, kelaverasiz. Ozodjon, bu hovli qismi to'liq 100% izinsiyak mana shu bruschatka toshlardan chiroyli suratda chiqarib qo'yishgan. Bu hovlimizning ko'rinishi. Shundoqqina hovlimizning ko'rinishini ham bitta kadrda ko'rsatib berasiz. Kelaverasan Ozodjon. Bu yoqda esa yana bitta komplektimiz bor bizani. Mana bu katyolimiz mana bu komplektimizni ishlab beradi. Bu yoq ham podrashivka mana shu avlisovoshni g'ishlardan chiroyli suratda fasadini chiqarib berishgan. Bitta eshigi hamda ikkita uchta xonasi bor. Jami 9 ta xona sizga dahlizlardan tashqari alohida yana oshxonasi, o'tirib ovqatlanish sharoitlari bilan birga. Hovli qismi 100% mana shu izisyak toshlardan mana bu hovlini bitta ko'rsatasan. Chiroyli mevali daraxtlardan to'ldirib qo'ysangiz, maza qilib yashayverasiz. 3 ta keliningiz bo'lsa, bir-birovini kuni bo'yi ko'rmasdan umri o'tadigan mana shu chiroyli xonadon, katta xonadonni sizga tavsiya qildim. Mana bu narsani ham bitta ko'rsatasiz, chorva mol o'g'il sharoitini qilib qo'yishgan, tandir xonasigacha bor. Ichkarini chiroyli suratda ko'rsatasiz, tepasiga mol xashak, yem xashaklari uchun saqlanadigan joylar qilishgan. Mana bu joyimiz esa mana shu darvozaxonamizni, mana shu verandani ochsangiz agar to'g'riga garaj sifatida foydalanish uchun yana bitta joy qilishgan. Hozirda qanaqangidir taqir-tuqir narsalar turibdi. Bu joyimizda alohida o'zini sanuzuli mavjud. Buni ham ko'rsatasiz. Alohida qilingan sanuzul joylari hammasini birma-bir ko'rsatasan Ozodjon. Bu joyda esa yana bitta kladoshni bizga. Buni ham albatta ko'rsatasiz. Juda ham chiroyli suratda o'zimga yoqdi. Ochig'ini aytsam, shahardagi qanaqangidir mulkim bo'lsa sotib shuni olaymi degan niyatlarim chiqyapti. Sizga harakat qildik chiroyli suratda chiqarib berishga. Ishonchim komil, ko'p turmaydi bu kadrimiz. Albatta egasini topadi. Sotilish sababini albatta negativlar orqali so'rashadi. Sotilish sababi Toshkentga uy-joy qilganman, anchadan beri turibdi. Shu joyimizga bir yaxshi xonadon ahlini kiritsam, maza qilib yashasin degan gaplarni qildilar. Niyat qilib siz ham bitta like bosib yaqiningizga jo'natib qo'ying. Bunaqangi kadr har doimda bo'lavermaydi. Siz uchun mehnat qilaman. Kadr o'rtada ancha xizmat turibdi. Bitta like bosasiz yetarli. Bizga chiroyli suratda sizga yetkazib berdik degan umiddaman. Shaxsan raqamlarini qo'yib beraman. O'zlari bilan savdolashib, maktab, bog'cha, o'qish joylari, qanaqangidir magazin, market, bunaqangi chiroyli imoratlar bo'lmasa-da gaz, suv, svet muammosi bo'lsa, eng asosiysi sizga masjidimiz bir qadam. Yonginangizda bo'ladi, 5 mahal azon ovozi bilan bahramand bo'lasiz. Chiroyli suratda chiqardik. Yaqinda shu joydan qanaqangidir kadr chiqardik. Egasini topib ketdi. Sizga esa ushbu xonadonimizni tavsiya qilaman. Kundan kun yaxshi variantlar chiqib yotibdi. Siz ham ulgurib qoling demoqchiman. Shaharga atigi 5 minut 10 minutlik yo'l, 5 kilometrlik yo'l. Kelasiz, maza qilib yasaysiz. Bahavo joylardan yaxshigina variant sizga. Yaqiningizga tarqating. Obuna bo'lishingizdan chiqmasin. Salomat bo'ling.